Endi ko'bisi misalga da reklamalanmoqda Yevropada, әсіресе Polshada 2000, 2500, 3000 евро айлық аласаң деген gaplar chiqadi. Polshada onday narsa yo'q, rası. Skladlarda ishlashimiz mumkin, ya'ni qo'ymalarda u yerda oyliklar 4000 aynalasida bo'ladi. O yerda tikardan jaslar ishlaydi. Ham eng ko'p oylik to'lanadigan yerlar bular qurilishlarda. Sonmen birgalikda qanigeliging bo'lsa yaxshi. Qanigelik bilan birgalikda sen til biluving kerak bo'ladi. Polshada tikardan polyak tili. Biroq Yevropada ishlash uchun jergilikli baratan mamlakatning tili qo'shimcha nemis yo'lmasa angliycha tilini bilsangiz, ol juda yaxshi. Sebebi qanigeligingga baylanishli sol tillarda da жұмыс істеуге bo'ladi. Егер qanigeliging bo'yicha жұмыс істейтін болсаң, aytayық, ең qimmat to'lanатын qanigeliklardan IT tarauы болуы мүмкін, yo'lmasa qandayda bir meditsina, bilimlendiriu бұл тарауларда ishlagan vaqtda айлықларды солай алуға болады. Ал құрылыстың өзінде де 2000 евроға шықым айлық шығаруға болады. Сегодня, завтра, будущее.